Hurmatli klientlarimiz, hammaga assalomu alaykum. Avtomobil 111 ishimizni boshlaganmiz. Birinchi bugungi bitgan mashinamiz paket Cobalt. Sarmaydan klientimizga kelgan eng yaxshi, eng zo'r chexollarni qo'yib berganmiz. Chexollarni ko'rasizlar. Akkuratniy chiroylatib chiqarib bergan ustamiz. Top-toshli, tip-tiniq pishirib berganmiz. Ustalık bo'yicha eng professional ustalarimiz ishlaydi. Ko'p turibsizlar, rol chexollarni konkretni tikkan, toshni razmer tikkan. Skromniy, navrot, skromniy ishlarni ishataman desangizlar, bizda hamma narsalar bor. Har kim o'zini xohish istagina qarab har xil narsalarga ko'pmiz. Bemalol o'zingizni fukuslaringiz bo'yicha ishlab beraveramiz. Bizden kuzatmanlar, qo'ldan kelgancha bizga xizmatdamiz. Hurmatli klientlarimiz, bizda da Tokyo Avtomobil 111'da en güçlü professional ustalar yayınlaganmiz. İş tecrübeleri 10 yıl, 15 yıl, hatta ki 25 yıllık ustalarımız bizde var. Sifatli, yaxshi ishlarni ishataman desangizlar, bemalol kelib ishlab ketsangizlar bo'laveradi. Chexolni bahosini aytaman, 100 dollar, ustanikisi 80 ming so'm. Negadir shuni yarim bahosina qo'yishi mumkin, lekin shuni loyiha qilib qo'yib beradilar. Bizning ustalarimiz esa professional, o'zini ishiga javob beradigan, mas'uliyatli, hamda bir gapda turadigan professional bolalar ishlaydi. Bizden güzel panlar koldan gelce kısaca istoriyalarımızı, videolarımızı koyup baramız. Asasi videolarımız Tortgöl Avtomobil 111 Instagram saytında koyup baramız. Her günlük işlerini bir istoriyada koyup baramız. Bizden güzel panlar. Hammaga omad.